Bugun men siz bilan shunchaki muhim emas, balki hayotiy zarur mavzuni muhokama qilish uchun shu yerdaman. So'nggi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda va hatto odamlar orasida juda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'layotgan bir xabar tarqalmoqda. Go'yoki pensionerlarga dorilar berilishi to'xtatiladi. Massiv shikoyatlar yuzaga kelgan va buni tasdiqlovchi maxfiy buyruq mavjud emish. Bu xabar ko'pchilikni, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimizni jiddiy tashvishga solib qo'yganini bilaman. Mana shu aynan sizning yaqinlaringizning muammosi. Bu haqiqatmi? Agar haqiqat bo'lsa, qanday yo'l tutish kerak? Bu savollarga bugun atroflicha javob beraman. Bu ma'lumot har bir pensioner uchun, har bir inson uchun juda muhim. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va buni yaqinlaringizga ham ulashing. Hozirda ham kanalimga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling avvalo bu xabarning ildizlariga yetib boraylik. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida mamlakatimizda pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj boshqa qatlamdagi fuqarolarimiz uchun davlat tomonidan imtiyozli dorilar bilan ta'minlash tizimi mavjud edi. Bu tizim bir necha shaharlarda ishlagan. Masalan, ayrim kasalliklar ro'yxatiga kiritilgan bemorlar uchun dorilar to'liq yoki qisman bepul berilgan. Ba'zi hollarda poliklinikalarda maxsus retseptlar asosida dorixonalar orqali imtiyozli dori-darmonlar olish imkoniyati mavjud edi. Bu tizimning maqsadi shubhasiz aholining zaif qatlamlarini sog'ligini saqlash va ularning dori xarajatlarini yengillashtirish edi. Odamlar o'z mahalla poliklinikalarga murojaat qilishar, shifokor ko'rigidan o'tib, agar ularning kasalligi va holati imtiyozli ro'yxatga to'g'ri kelsa, maxsus retsept yozilib, dorixonadan o'sha dorini bepul yoki chegirmali narxda olishlari mumkin edi. Bu jarayon nisbatan tushunarli va ko'pchilik uchun odatiy holga aylangan edi. Xo'sh, hozir nima o'zgardi va nega pensionerlarga dorilar berish to'xtaydi degan mishmishlar paydo bo'ldi. Gap shundaki, hech qanday maxfiy buyruq bilan mutlaqo barcha pensionerlarga dorilar berish to'xtatilgani yo'q. Bunday radikal qaror qabul qilinmagan. Lekin tibbiy xizmat ko'rsatish va dori-darmon ta'minoti tizimida ba'zi o'zgarishlar yuz berdi. O'zgarishlar ko'pincha tizimni yanada samarali qilish, byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish va dori vositalarining haqiqiy ehtiyojga qarab taqsimlanishini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Afsuski, har qanday o'zgarish, ayniqsa yetarli darajada tushuntirilmasa yoki noto'g'ri talqin qilinsa, jamiyatda xavotirga sabab bo'lishi mumkin. Asosiy o'zgarishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, imtiyozli dorilar ro'yxati qayta ko'rib chiqildi. Bu shuni anglatadiki, ba'zi dorilar bu ro'yxatdan chiqarilishi, ba'zilari qo'shilishi yoki ularni olish shartlari o'zgarishi mumkin. Masalan, endi shifokorlar nafaqat kasallikning o'zini, balki bemorning ahvolini, qo'shimcha kasalliklarni va boshqa omillarni ham hisobga olib, yanada aniqroq talablar asosida retsept yozadilar. Misol uchun, ilgari ayrim kasalliklar ro'yxatiga kirgan har qanday gipertoniya uchun bitta umumiy dori berilgan bo'lsa, endilikda bemorning yoshi, kasallikning bosqichi, buyrak va yurak holati kabi ko'rsatkichlarga qarab faqat ma'lum bir guruhdagi gipertenziv dorilarni olish mumkinligi belgilanishi mumkin. Bu byudjet mablag'laridan yanada oqilona foydalanish va tibbiy jihatdan eng maqbul davolashni ta'minlashga qaratilgan. Ikkinchidan, dorilarni taqsimlash mexanizmi biroz murakkablashgan bo'lishi mumkin. Ba'zi hududlarda dori-darmonlarni olish uchun qo'shimcha tasdiqlar yoki elektron tizimlar joriy etilgan bo'lishi mumkin. Masalan, retseptlar endi nafaqat qog'oz shaklida, balki elektron tarzda ham shakllantirilishi va dorixonada maxsus QR kod orqali skanerlanishi talab qilinishi mumkin. Bu ba'zan kompyuter savodxonligi yetarli bo'lmagan keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun tushunarsiz yoki qiyin tuyulishi mumkin. Tizimga moslashish jarayonida vaqtinchalik uzilishlar, tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa tabiiyki noroziliklarga sabab bo'ladi. Uchinchidan, ayrim dorilarning zaxiralari yoki yetkazib berishdagi uzilishlar sababli vaqtincha muammolar kuzatilishi mumkin. Bu albatta global iqtisodiy vaziyat, logistika qiyinchiliklari, ishlab chiqaruvchi mamlakatlardagi vaziyatlar yoki valyuta kursining o'zgarishi kabi tashqi omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin va bevosita pensionerlarga dori berishni to'xtatish degan siyosiy qaror emas. Masalan, ma'lum bir gormonal dori Yevropadan import qilinar ekan. U yerda ishlab chiqarishda yoki yetkazib berishda muammolar yuzaga kelsa,
bu dori zaxirasi mamlakatimiz dorixonalarida vaqtincha tugab qolishi mumkin. Bu esa pensionerlarning doriga muhtojligini qondirishda kechikishlarga sabab bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, muammo dori berishni to'xtatishda emas, balki mavjud tizimdagi o'zgarishlar. Shuningdek, ushbu o'zgarishlar haqida to'liq va tushunarli ma'lumot yetishmasligida. Bu esa odamlar orasida noto'g'ri talqinlar va maxfiy buyruqlar haqida mish-mishlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Keling, endi bu vaziyatni chuqurroq tahlil qilaylik. Eng avvalo, siz shuni bilishingiz kerakki, qonuniy asosda belgilangan imtiyozlar saqlanib qolgan. Ya'ni agar siz oldin imtiyozli dorilar ro'yxatiga kirgan kasallikka chalingan bo'lsangiz va uni olishga haqqingiz bo'lsa, bu huquq bekor bo'lmagan. Gap shartlarning aniqlashuvi yoki jarayonlarning optimallashuvi haqida ketmoqda. Kim xavotir olishi kerak? 1. Dori-darmon olishda muammolarga duch kelayotganlar. Agar siz oldin doimiy ravishda ma'lum bir dorini imtiyoz asosida olgan bo'lsangiz, lekin endi uni olishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsangiz, masalan, dorixona sizga endi bunday imtiyoz yo'qligini aytsa yoki retsept yozib berilmasa, siz xavotir olishingiz kerak. Bu shuni anglatadiki, sizga ta'sir qiladigan qandaydir o'zgarish yuz bergan. Misol, 75 yoshli Oygul opaning holati. Oygul opa uzoq yillardan beri qandli diabet bilan kasallangan. Har oyda u mahalla poliklinikasidan insulin olish uchun retsept olardi va dorixonadan uni bepul olar edi. So'nggi safar u retsept so'rab borganda, shifokor unga endi yangi qoidalarga ko'ra insulin berish uchun qo'shimcha tahlillar talab qilinishini aytdi. Oygul opa o'zini yaxshi his qilardi va tahlillar topshirish uchun borishga erindi. U poliklinikaga bir haftadan keyingina borib, qon va siydik tahlillarini topshirdi. Natijalar odatda bir necha kunda chiqadi. Ammo bu safar laboratoriya xodimlari ish yuklamasining ko'pligi tufayli natijalar kechikishini bildirdi. Oygul opa tahlil natijalarini kutishda davom etar ekan. Uning insulin zaxiralari tugadi. Dorixona esa unga eski retsept bilan yoki tahlil natijalarsiz insulin berishdan bosh tortdi. Uning holatida jiddiy xavotir paydo bo'ldi, chunki u har oy olishi shart bo'lgan dori-darmonsiz qolish xavfi ostida edi. Bu yerda muammo to'liq dori berishni to'xtatishda emas, balki yangi talablar va tahlillarni topshirish jarayonining tushunarsizligi va cho'zilishida. Oygul opa tahlillar natijasini kutish davrida o'z dori vositasidan mahrum bo'lmasligi kerak edi. Agar shifokor unga bu o'zgarishlar haqida oldindan aniq va batafsil ma'lumot berganda edi, u o'z vaqtida tahlillarni topshirib, dorisini uzilishlarsiz olishi mumkin edi. Bu holatda maxfiy buyruq aslida yangi tibbiy protokol bo'lib chiqdi. 2. Imtiyozli ro'yxatga kiradigan yangi kasallikka chalinganlar. Agar sizda yaqinda imtiyozli dorilar ro'yxatiga kiruvchi kasallik aniqlangan bo'lsa va siz bu imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ammo jarayonni tushunmasangiz yoki rad javobini olsangiz, siz ham vaziyatni aniqlashtirishingiz kerak. Misol 2 yoshli Ahmad akaning holati. Ahmad aka yaqinda yurak xurujini boshdan kechirdi va unga hayot uchun muhim bo'lgan qonni suyultiruvchi dorilar doimiy ravishda ichish buyurildi. Bu dorilar aslida imtiyozli ro'yxatga kiradi. Ahmad aka poliklinikaga murojaat qildi, ammo u yerda unga bu dorilar hozirda faqat ayrim hollarda berilishi va uning holati o'sha ayrim holatlarga kirmasligi aytildi. Ahmad aka juda tushkunlikka tushdi. Chunki dori qimmat edi va uni sotib olishga qurbi yetmasdi. Aslida bu dorilar ro'yxatdan chiqarilmagan, ammo ularni olish uchun endi yurak xastaligining og'irlik darajasini aniqlovchi qo'shimcha diagnostika xulosalari, masalan, koronagrafiya natijalari yoki maxsus kardiologik komissiya xulosasi talab qilinmoqda edi. Ilgari shifoxonadan chiqqan har qanday yurak xuruji o'tkazgan bemorga avtomatik ravishda bu imtiyoz berilardi. Endilikda esa komissiya qarori zarur bo'lib qoldi. Shifokor ushbu nuansni to'liq tushuntira olmaganligi sababli Ahmad aka haqsizlikka uchragandek his qildi va dorisiz qolishdan qo'rqdi. Uning poliklinika boshlig'i bilan gaplashgandan keyingina komissiyadan o'tish zarurligi va qanday hujjatlar kerakligi haqida aniq ma'lumot oldi. Tibbiy ma'lumotlarga kirishda qiynalayotganlar. Agar siz yashash joyingizdagi tibbiyot muassasalaridan imtiyozli dorilar haqida aniq ma'lumot ola olmasangiz yoki rasmiy yangiliklarni kuzatishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, bu ham tashvishga sabab bo'lishi mumkin. Axborotga ega bo'lmaslik to'g'ri qaror qabul qilishga to'sqinlik qiladi. Hukumat portallari, Sog'liqni saqlash vazirligi saytlari yoki mahalliy tibbiyot markazlarining e'lonlari ko'pincha texnik tilda yozilgan bo'lishi
yoki internetda joylashgan bo'lishi mumkin. Bu esa keksa avlod uchun tushunarsiz bo'ladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Birin. Hozirda imtiyozli dorilar bilan muammosiz ta'minlanayotganlar. Agar siz hozirgi kunda hech qanday qiyinchiliklarsiz imtiyozli dorilaringizni olayotgan bo'lsangiz, demak, sizning holatingizga nisbatan hech qanday salbiy o'zgarish yuz bergan emas. Tizim siz uchun avvalgidek ishlamoqda. Shunday bo'lsa ham, kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'zgarishlardan xabardor bo'lib turish zarar qilmaydi. 2. Imtiyozli dorilar ro'yxatiga kirmaydigan kasalliklarga chalinganlar. Agar sizning kasalligingiz ilgari ham imtiyozli dorilar ro'yxatiga kirmagan bo'lsa, siz uchun hech narsa o'zgarmaydi. Siz avvalgidek dorilarni o'z hisobingizdan xarid qilishda davom etasiz. Masalan, oddiy shamollash yoki bel og'rig'i uchun dorilar odatda imtiyozli ro'yxatga kirmaydi va siz bu dorilarni har doim o'z mablag'ingiz hisobidan sotib olgansiz. O'tu, kasalligi bo'lmagan sog'lom pensionerlar, agar sizda doimiy dori ichishni talab qiladigan surunkali kasalliklar bo'lmasa va siz shunchaki pensioner sifatida bepul dori olishni kutayotgan bo'lsangiz, unda siz uchun imtiyozli dorilar masalasi umuman dolzarb emas. Imtiyozli dorilar faqat muayyan kasalliklarga chalinganlarga va ularning qat'iy ro'yxatiga asosan beriladi. Misol uchun, ko'pchilik pensionerlar men ham bepul vitamin olishim mumkinmi deb so'rashadi. Lekin vitaminlar yoki umumiy tonik vositalar agar shifokor maxsus tibbiy ko'rsatma bilan yozib bermasa, odatda imtiyozli dorilar ro'yxatiga kirmaydi. Aslida bu o'zgarishlar hech kimning sog'lig'iga zarar yetkazmasligi kerak. Aksincha, ular byudjet mablag'laridan yanada samarali foydalanish, dori-darmonlar taqsimotini optimallashtirish va haqiqiy muhtojlarga yordam berishga qaratilgan. Muammo ko'pincha ma'lumotning yetishmasligi yoki uning noto'g'ri talqin qilinishida. Shuning uchun biz bugun shu yerda bu masalani oydinlashtirishga harakat qilamiz. Asosiy qism 2. Qoidadagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi imtiyozli dori ta'minotida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berilishi kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik tushunmaydigan noaniq nuanslar mavjud. Mana ulardan ba'zilari. 1. Kasallikning og'irlik darajasi va uning tasnifi, klassifikatsiyasi. Ko'pincha dori-darmon imtiyozi nafaqat kasallikning mavjudligi, balki uning og'irlik darajasiga ham bog'liq bo'ladi. Masalan, gipertoniya, yuqori qon bosimi 1-darajali bo'lsa, uni davolash uchun dori-darmonlarni faqat qisman chegirma bilan olish mumkin. Ammo 3-darajali, ya'ni og'ir bosqichda bo'lsa va asoratlari, masalan, insult yoki infarkt xavfi bo'lsa, dori to'liq bepul berilishi mumkin. Bu juda muhim nuans, chunki shifokorlar sizning holatingizni to'g'ri baholab, tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishi kerak. Agar sizga dori berishdan bo'sh tortishsa, ulardan aynan qaysi mezonlarga ko'ra rad javobi berilganini so'rashdan cho'chimang. Misol 3. Nafaqaxo'r Qurbonboy amakining tushunmovchiligi. Qurbonboy amaki surunkali bronxdan aziyat chekardi. Unga har yili qimmatbaho nafas yo'llarini kengaytiruvchi dori, masalan, bronxodilatatorlar imtiyozli ravishda berilar edi. Yangi yildan keyin u yana retsept so'rab borganda, shifokor unga endi bu dorining to'liq bepul berilmasligini, faqat foiz chegirma bilan olish mumkinligini aytdi. Qurbonboy amaki hayron qoldi. Ma'lum bo'lishicha, ilgari uning kasalligi og'ir surunkali obstruktiv o'pka kasalligi sifatida tasniflangan bo'lib, bu to'liq imtiyoz berardi. Lekin oxirgi tekshiruvlarda uning ahvoli biroz yaxshilangan. Masalan, o'pka funksiyasi ko'rsatkichlari, spirografiya natijalari yaxshilangani va kasallikning o'rtacha og'irlik darajasiga o'tganligi aniqlangan. Yangi qoidalarga ko'ra bu darajadagi kasallik uchun faqat qisman chegirma ko'zda tutilgan. Shifokor bu tasnif o'zgarishini yetarlicha tushuntira olmagani uchun Qurbonboy amaki norozi bo'lgan edi. Bu yerda muammo dori berishni to'xtatishda emas, balki kasallikning tasnifi va uning imtiyozlarga ta'siri bilan bog'liq bo'lgan aniq tibbiy ko'rsatmalarning o'zgarishida edi. 2. Mintaqaviy farqlar va moliyalashtirish manbalari. Ba'zi imtiyozlar respublika miqyosida bir xil amal qilsa, ba'zi dasturlar mahalliy byudjetlar hisobidan moliyalashtirilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, bir viloyatda yoki tumanda mavjud bo'lgan imtiyoz boshqa bir hududda boshqacha amal qilishi yoki umuman mavjud bo'lmasligi mumkin. Bu ayniqsa ko'chib yurgan yoki yozni qishloqda o'tkazadigan pensionerlar uchun dolzarb bo'lishi mumkin. Har doim o'zingiz yashayotgan hududdagi tibbiyot muassasasida aniq ma'lumot olish zarur. Misol 4. Sanobar opaning shahardan qishloqqa ko'chishi.
Sanobar opa Toshkent shahrida yashab, yurak kasalligi uchun maxsus dorini, masalan, stenokardiyaga qarshi dori bepul olar edi. U yozni qishloqda nabirasi bilan o'tkazishga qaror qildi va o'zi bilan dorilarning bir qismini olib ketdi. Dorilar tugagach, u qishloq poliklinikasiga murojaat qildi. U yerda unga bunday turdagi dorilar bo'yicha imtiyozlar faqat shahardagi ro'yxatda bo'lgan fuqarolar uchun amal qilishini, qishloqda esa bu dori faqat kasalxonada yotgan bemorlarga berilishini aytishdi. Bu Sanobar opani juda qiyin ahvolga solib qo'ydi. Chunki u dorini o'z hisobidan sotib olishga majbur bo'ldi. Aslida bu dori mahalliy byudjetdan moliyalashtiriladigan dasturga kirgan bo'lib, Toshkent shahri byudjetida buning uchun mablag' ajratilgan, lekin qishloq joylashgan tuman byudjetida aynan shu dori uchun imtiyoz nazarda tutilmagan edi. Bu misol mintaqaviy farqlar va dasturlarning moliyalashtirish manbalaridagi o'ziga xosliklarni ko'rsatadi. 3. Elektron retseptlar va ma'lumotlar bazasi bilan bog'liq muammolar. Zamonaviy tibbiyotda elektron tizimlarga o'tish kuzatilmoqda. Elektron retseptlar tizimi ko'plab afzalliklarga ega bo'lsa-da, dastlabki bosqichlarda ba'zi texnik muammolar yoki ma'lumotlar bazasidagi xatolar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zan shifokor retseptni kiritgan bo'lsa-da, dorixonadagi tizim uni ko'rmasligi yoki aksincha. Ba'zida internet bilan bog'liq muammolar yoki serverlarda texnik ishlar bo'layotgani sababli tizim vaqtincha ishlamay qolishi mumkin. Bu esa pensionerlar uchun ortiqcha yugur va tushunmovchiliklarni keltirib chiqaradi. Bunday hollarda sabrli bo'lish va mutaxassislardan yordam so'rash kerak. Dori vositalarining mavjudligi наличие va import muammolari. Ba'zida imtiyozlar tizimda emas, balki dorining omborda yo'qligida bo'lishi mumkin. Mamlakatimizda ko'plab dorilar import qilinadi va global bozorlardagi o'zgarishlar, masalan, ishlab chiqaruvchi zavodlarda muammolar, logistika zanjirlaridagi uzilishlar, masalan, transport yo'llarining yopilishi yoki valyuta kursining keskin o'zgarishi tufayli ba'zi dorilarning yetkazib berilishi kechiktirilishi yoki narxi o'zgarishi mumkin. Agar dorixona sizga dori yo'qligini aytsa, bu imtiyoz bekor bo'lganini anglatmaydi, balki vaqtincha ta'minotda muammo borligini bildiradi. Bunday holatda shifokoringiz bilan muqobil dori variantlari haqida maslahatlashish muhimdir. Ba'zida mahalliy ishlab chiqarilgan o'xshash arzonroq dori vositalari bo'lishi mumkin. 5. Shifokorlar va farmatsevtlar o'rtasidagi axborot almashinuvi yetishmasligi. Ba'zida shifokorlar yangi qoidalar haqida to'liq xabardor bo'lmasligi yoki ularni noto'g'ri talqin qilishi mumkin. Xuddi shunday dorixonalardagi farmatsevtlar ham. Bu esa noto'g'ri ma'lumot berilishiga va pensionerlarning ortiqcha sarson bo'lishiga olib keladi. Masalan, yangi qoida joriy qilinganiga qaramay, ba'zi shifokorlar eski tartib bo'yicha retsept yozib berishi mumkin. Dorixona esa uni qabul qilmasligi mumkin. Yoki aksincha, shifokor yangi qoida haqida noto'g'ri tushunchaga ega bo'lib, sizga imtiyozli dori tegishli bo'lsa ham uni rad etishi mumkin. Har doim bir nechta manbadan ma'lumotni tekshirishga harakat qiling. Bu nuanslarni bilish sizga vaziyatni to'g'ri baholashga va o'z huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Maxfiy buyruq ortida ko'pincha ana shunday murakkab va ba'zan tushunarsiz jarayonlar yotadi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Endi eng muhimiga, ya'ni aniq qadamlarga o'tamiz. Agar siz imtiyozli dorilar olishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki shunday vaziyatga tushib qolishdan qo'rqsangiz, nima qilishingiz kerak? Mana sizga batafsil ko'rsatmalar. Dastlabki qadam shifokoringiz bilan muloqot. Qayerga borish kerak? Eng avvalo sizga doimiy xizmat ko'rsatadigan oilaviy shifokoringiz, uchastka vrachi joylashgan poliklinikaga boring. Agar siz mutaxassis shifokor, masalan, kardiolog, endokrinolog nazoratida bo'lsangiz, bevosita o'sha mutaxassisga murojaat qiling. Nima qilish kerak? Vaziyatni tushuntiring. Agar sizga retsept berishdan bosh tortsa yoki avvalgi dorini imtiyozli asosda bera olmasliklarini aytsa, sababini aniq so'rang. Qanday qoidalar o'zgarishi haqida to'liq ma'lumot talab qiling. Kasalligingizning tasnifi yoki og'irlik darajasi o'zgarganmi? Imtiyozli ro'yxatdan o'zgarishlar bo'lganmi? Yo'qmi? Buni bilib oling. Shifokordan yangi qoida yoki tartibni tushuntiruvchi hujjatni ko'rsatishni so'rang. Nima hujjatlarni yig'ish kerak? Tibbiy kartangiz, shaxsiy guvohnomangiz, pasport, pensiya guvohnomangizni o'zingiz bilan olib boring. Oldin olgan retseptlaringiz yoki dorixonadan olgan cheklaringiz bo'lsa, ularni ham ko'rsatishingiz mumkin. Shifokordan yozma rad javobini yoki tushuntirishni talab qiling.
bu keyingi bosqichlarda sizga yordam beradi. Agar shifokor bosqichdagi rad javobi bersa, uni yozma ravishda berishni so'rang va u yozma javobda rad javobining asosini, ya'ni qaysi normativ hujjat yoki qoidaga tayanib rad etganini aniq ko'rsatishni talab qiling. Bu muhim. Ikkinchi qadam. Poliklinika rahbariyati yoki bo'lim boshlig'iga murojaat. Qayerga borish kerak? Agar oila shifokoringiz yoki mutaxassis shifokoringiz sizning muammoingizni hal qila olmasa yoki sizni qoniqtiradigan javob bera olmasa, poliklinika bosh vrachi yoki davolash ishlari bo'yicha o'rinbosariga murojaat qiling. Nima qilish kerak? Vaziyatingizni batafsil bayon eting. Shifokor bergan ma'lumotlar va ehtimol yozma rad javobini taqdim eting. O'zingizning huquqlaringizni va mavjud imtiyozlar ro'yxatini bilishingizni ko'rsating. Ular sizga yordam berishga majbur. Agar boshliq ham ijobiy javob bera olmasa, ulardan ham yozma javob talab qiling. Nima hujjatlarni yig'ish kerak? Oldingi bosqichda yig'gan barcha hujjatlar shifokorning yozma tushuntirishi yoki rad javobi. Bu hujjatlar sizning murojaatingizga asos bo'ladi. Uchinchi qadam, Sog'liqni saqlash boshqarmasi vazirligiga murojaat. Qayerga borish kerak? Agar poliklinika darajasida muammo hal etilmasa, siz yashayotgan viloyat yoki shahar Sog'liqni saqlash boshqarmasiga yoki to'g'ridan-to'g'ri Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoniga, telefon raqamlari odatda vazirlikning rasmiy veb-saytida yoki tibbiyot muassasalarining ma'lumot stendlarida ko'rsatilgan bo'ladi yoki rasmiy veb-sayti orqali elektron murojaat qilishingiz mumkin. Nima qilish kerak? Yozma murojaat ariza tayyorlang. Arizada o'zingizning ma'lumotlaringizni, yashash manzili, aloqa telefon raqami, vaziyatni qachon, qayerda, kim tomonidan qanday muammo yuzaga keldi, qaysi dorilar haqida gap ketayotganini va oldingi murojaatlaringiz natijasini batafsil bayon eting. Qanday yordam kutayotganingizni aniq ko'rsating. Murojaatni 2 nusxada tayyorlang va bir nusxasiga qabul qilib olgan shaxsning familiyasi, imzosi va sanasini qo'ydirib oling. Elektron murojaat qilganda uning ro'yxatga olinganligi haqidagi xabarnomani saqlab qo'ying. Nima hujjatlarni yig'ish kerak? Barcha tibbiy hujjatlar nusxalari, kasallik tarixi, tahlil natijalari, avvalgi retseptlar, shifokor yoki poliklinika rahbariyatining yozma rad javob yoki tushuntirish xati, shaxsiy guvohnoma va pensiya guvohnomasi nusxalari. 4. Qadalari yoki huquqni himoya qilish tashkilotlariga murojaat. Qayerga borish kerak? Prezident xalq qabulxonalariga yoki O'zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo'yicha milliy markazi, shuningdek boshqa fuqarolik jamiyati institutlari yoki huquqshunoslik yordami ko'rsatadigan tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bu tashkilotlar fuqarolarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi va sizga huquqiy yordam ko'rsatishi mumkin. Nima qilish kerak? Yuqorida aytilganidek, yozma ariza va barcha hujjatlar nusxalarini taqdim eting. Ular sizning murojaatingizni o'rganib chiqib, tegishli choralar ko'radilar va sizga qonuniy maslahatlar berishadi. Bu bosqichda sizning holatingiz huquqiy baho oladi va qonunbuzarlik aniqlansa aybdorlarga nisbatan choralar ko'riladi. 5. Muqobil dori-darmonlar va maslahat. Agar sizga dori berishda muammo bo'lsa, shifokoringizdan mavjud bo'lgan muqobil, ya'ni o'rnini bosadigan dorilar haqida so'rang. Ba'zan bir xil ta'sirga ega bo'lgan boshqa dorilar mavjud bo'lishi mumkin. Ular ham imtiyozli ro'yxatga kiritilgan bo'lishi mumkin. Lekin hech qachon shifokor maslahatisiz dori-darmonlarni o'zboshimchalik bilan o'zgartirmang yoki ularning dozasini o'zgartirmang. Bu sizning sog'lig'ingizga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Hatto hayotingiz uchun xavfli bo'lishi mumkin. Muhim eslatmalar: sokinlikni saqlang. Hech qachon hissiyotlarga berilmang. Tajovuzkor bo'lmang. Muloyim, ammo qat'iyatli bo'ling. O'z haqingizni bilishingizni va uni qonuniy yo'llar bilan himoya qilishga tayyor ekanligingizni namoyish eting. Hamma narsani yozma ravishda hujjatlashtiring. Har qanday og'zaki rad javobi yoki tushuntirishni yozma shaklda so'rang. Bu sizning qo'lingizdagi eng kuchli dalildir va masalani hal qilishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Vaqtni cho'zmang. Muammo yuzaga kelishi bilan darhol harakat qiling. Kechikish sizga zarur dori-darmonlarni olish muddatini uzaytirishi va sog'lig'ingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yaqinlaringizdan yordam so'rang. Agar sizga bu jarayonlar yordam so'rang. Agar sizga bu jarayonlar murakkab tuyulsa, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqinlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga hujjatlarni to'plashda, arizalar yozishda yoki kerakli idoralarga murojaat qilishda yordam berishlari mumkin.
ba'zida yoshlarning texnologiyalardan xabardorligi elektron murojaatlarni amalga oshirishda juda foydali bo'ladi. Bu qadamlar sizga o'z huquqlaringizni himoya qilish va zarur dori-darmonlarga ega bo'lish yo'lida katta yordam beradi. Xulosa va yakuniy chaqiruv. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, penlarga dorilar berish to'xtaydigan mish-mishlar aslida tibbiy xizmat ko'rsatish va dori-darmon fond ta'minoti tizimidagi o'zgarishlar haqidagi noto'g'ri talqinlar va ma'lumot yetishmasligi oqibati ekanligini angladik. Hech qanday maxfiy buyruq bilan barcha imtiyozlar bekor qilinmagan. Lekin ba'zi qoidalarda aniqliklar, talablar o'zgarishi yoki jarayonlarda yangiliklar bo'lgan. Bu o'zgarishlar ko'pchilikda, ayniqsa keksa yoshdagilarimizda chalkashlik va xavotir uyg'otishi tabiiy hol. Asosiysi, sizning huquqlaringiz saqlanib qolganini unutmang. Muhimi vaziyatni to'g'ri baholash, bushunoq shifokorlar va mutasaddilar bilan ochiq muloqot qilish hamda o'z huquqlaringizni qonuniy yo'llar bilan himoya qilish. Har bir qadamni to'g'ri qo'ysangiz, o'z maqsadlaringizga erisha olasiz. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali va tushunarli bo'ldi. Agar sizda shu mavzu bo'yicha shaxsiy tajribalar, savollar yoki fikrlar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldirishdan erinmang. Biz har bir izohni o'qiymiz va imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Bu bizga kelajakda yana dolzarb va foydali videolar tayyorlashga yordam beradi. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringiz haqida g'amxo'rlik qiling. Salomat bo'ling.